rassomchilik sohasida o'qiydigan o'quvchi uchun bir ikkita kerakli bo'ladigan ma'lumot. Risumkani go'znakka chiziladi. Go'znakni tortayotganda ham uni oldi orqasi degan narsa bor. Oldi deganda qaraysizlar, agar yozuvchiligi teskari turgan bo'lsa, bu orqasi. Buni qaraganingizda bu o'ngga. Keyin qog'ozni ko'pchilik emas, hamma surat tortish kerak. Mana buni oldidan qo'yamiz. Buni surat tortishga sharoit bo'lmaydigan payt sizlarga bitta narsa o'rgataman. Tekst tortish yo'li. Agar sizlar uni suvsiz prosta shundoq qo'yib tortarsanglar, oldi balon bo'lib qoladi. O'shani qanaqa tekst tortsa bo'ladi, men ko'rsataman. Birinchi qog'oz ustiga planshetdan qo'yasizlar, chetini bundoq qayrasizlar. Mana to'rt tomoni qayirlikda, hop endi planshetni olib turib, mana shu qayirganinglarni burchagini keltirib chiqasizlar. Bu narsa mana shu burchak ostriy bo'lishi uchun kerak. Nimagarigina oxirida rezultatni ko'rganda bilasizlar. Mana to'rt tomonni ichiga yaxshilab buklab oldik, burchak hosil qilib. Endi o'shanga planshet shunda kirgiziladi. Mana hali steplerda qotirmasindan o'sha tekis turibdi, ko'rasizlar. Steplerda tortib bo'ldim. Sababi nima qilishimizda. Mana burchaklar tekis turibdi. Risumka qilganingizda qog'oz o'ynaydi. Agar buni men aytganimdek qilmasdan, prosta o'zini qo'yib, sirazi tortilganda men yo'lda mana bunaqa balon hosil bo'ladi. Keyin u narsa ishlayotganda xalaqit qiladi. Degan joyni kesib to'g'rilasa bo'ladi. Bu narsa faqat risumkaga ishlaydi. Karshonni bunaqa tortib yurmaydi, chunki akvarel ishlaganingizda suvsiz tortilgani hisobiga u suv tegandan keyin mana chiqib ketadi.